Oğlum, hojatxonaga borib qo'y. Arabam yurmay qoldi. Dada, ishga kech qolyapman. Malika qani? Bozorga ketdi. Eplab tuvaletga ham bora olmaysiz. Oyog'ingizni ko'taring, dada. Qarilik odamdan ruxsat so'ramas ekanda. Yoshligingda kechasi hojatxonaga boraman deb 10 martalab uyg'otarding meni. Malika, ertaga boshlig'im oilasi bilan uyimizga mehmonga kelyapti. Xullas, zo'r qilib dasturxon qilishimiz kerak. Yurgin, ertaga dadam xonasidan chiqmay tursin. Nimaga? Ey, nimaga tushunmaysan? Mehmonlar keladi. Xo'p, mehmonlaringiz kelsa nima qilibdi? Xonalaridan chiqmasliklari kerakmi? Aravachada bo'lsa, yordam so'rab qolish mumkin. Dadangizdan uyalasizmi? Ey, 2 soat xonasida o'tirib tursa o'lib qolmaydi. Dadajon, yana oyog'ingiz og'riyaptimi? Eski oyoqda qizim, shunga og'riydi. Dadajon, buni oyoqlaringizni bo'g'imlari og'rig'i uchun olib kelganmiz. Buni vaqtida ichishingiz kerak, xo'p? Ichyapman qizim, ichyapman. Qani oling. Qizim, o'g'lim unutgan otani oyoqlarini siz davolayapsiz. Baraka toping. O'g'lingiz ham sizni yaxshi ko'radilar. Ba'zan odam yaxshi ko'rgan odamiga mehr ko'rsatishni unutar ekan. Oyog'ingizga nima bo'lgan? Dadajon, nima qilyapsiz? Qayerga ketyapsiz? Qariyalar uyiga. U yerda hamma menga o'xshagan ekan. Birov oyog'idan qolgan, birov ko'zidan, birov farzandidan. Yo'q dadajon, sizni hech qayerga yubormayman. Bering. O'g'limni katta qilish uchun odamlarni uyida ishladim. Qishda etik ola olmasdan paypog'imga paket o'rab yurgan paytlarim bo'lgan. Meni mehmonlardan yashirmasin. Undan ko'ra men o'zim uni hayotidan chiqib ketdim. Dadajon, shoshmang. Hech qayerga qo'yib yubormayman sizni. Bering narsalaringizni. Siz kelin, siz ota bolani orasiga tushmang. Nima kelin? Qiz bo'la olmaydiman. Men ham bir kun qariyman, dada. Hozir sizni tashlab qo'ysam, ertaga kimdan mehr kutaman, ayting. Dada, bugun uyga mehmonlar keladi. Faqat Xonamdan chiqmayman. Suv ham so'ramayman, hojatxonaga ham bormayman. Ovoz ham chiqarmayman, jimgina o'tiraman. Mehmonlaring meni borligimni bilmay ketishadi. dada, men unday demoqchi emasdim. Mehmonlaringni yashiraman, kuzatib ol. Nima bo'ldi senga? Dadangiz kecha ketmoqchi bo'ldilar. Qayerga? Qariyalar uyiga. Qo'ysenchi. Kulmang. O'g'lim meni mehmonlardan yashirmasin. Men o'zim uni hayotidan chiqib ketaman dedilar. Tushunyapsizmi? Siz dadangizni oyoqlarini ishlamay qolganini ko'ryapsiz. Men esa o'g'lini yuragi ishlamay qolayotganini ko'ryapman. Jasur bolam, Ha dada. bozorga kirsang, bir dona olma olib kel. Yegim keldi. Dada, men bugun kech kelaman. Malikaga ayting, olib kelib beradi. Mayli bolam. Dadajon, yana o'sha savolni beraman. O'zi oyog'ingizga nima bo'lgan? Ha, mayli. Bu sirni faqat sizga aytaman. O'g'lim bilmaydi. Bilishini ham istamayman qizim. Jasur 6 yoshda edi. Ko'chaga yugurib chiqib ketdi. Yuk mashinasi kelayotganini ko'rdim. Yugurib borib uni itarib yubordim. O'zim esa mashinaning tagida qolib ketdim. Nima? Bu gaplarni o'g'limga aytishni xohlamadim. Bir umr o'zini aybdor his qilmasin dedim. Dadajon, nutfani vaqtida ichsangiz, oyoqlaringizni og'rig'i ancha yengillashadi. Siz eslatmasangiz, bu qariya hamma narsani esdan chiqarib qo'yaverar ekan. Ana aytgan gaplaringizni o'ylab qoldim.
Balki o'g'lingizga haqiqatni aytarsiz, dadajon. Ba'zan aynan haqiqatlarni aytishdan ko'ra ichingizda olib ketganingiz ma'qulroqmikin deyman-da. Jasur? Bolam? Dada, siz meni bir umr boqdingiz. Men esa bir stakan suvni ham sizga vaqtida bera olmadim. Bugun hech bo'lmasa shuni men ichiray, dada. Dada? O'g'lim, sen menga mehr berishim qo'shading. Allohning qudrati bilan men ham yurishni boshladim. Endi sizni yolg'izlatib qo'ymayman.